har bir buyuk o'zgarish bir satrdan boshlanishi mumkin. Kitoblar esa ana shunday satrlar bilan yo'limizni yorituvchi mo'jizalardir. So'zlar sehrga aylanib, bizni tasavvur qila olmaydigan sayohatlarga olib chiqadi. Har bir sahifa sarguzashtlar bilan to'la sirli dunyo, har bir jumla esa qalbning eng nozik torlarini chertuvchi ohangdir. Ular bizni kuldiradi, yig'latadi, chuqur o'yga toldiradi va ba'zida butun hayotimizga yangi ma'no baxsh etadi. Kitob bu muallif tuyg'ularidan o'quvchining ongiga yetib boradigan samimiy safardir. Ana shunday safarlardan biriga sizni ham chorlamoqchiman. Paulo Coelho tomonidan yozilgan va dunyoning 80 dan ortiq tiliga tarjima qilingan ilhomlantiruvchi falsafiy roman. Ushbu asar orzular, taqdir, sabr, sevgi va ichki ovozni tinglash haqida. Millionlab kitobxonlar uni hayotni o'zgartirgan asar deb ham atashadi. Bu kitob bizni shaxsiy afsonamiz, ya'ni chin yurakdan istagan orzuyimiz sari birinchi qadamni qo'yishga undaydi. Bu Santiago nomli cho'pon yigitning ruhiy sayohati, ammo aslida bu har birimizning hikoyamiz. Orzularingga ergash, chunki agar sen biror narsani chin yurakdan istasang, butun olam seni unga yetkazishga harakat qiladi. Santiago oddiy inson, ammo uning yuragi oddiy emas. U har kecha bir xil tush ko'radi. Misr piramidalari yonida ko'milgan xazina. Tushmi bu yoki hayotning chaqiruvi? Santiago qaror qiladi. U shaxsiy afsonasini topish uchun yo'lga chiqadi. Santiago tanga erta aldangandan so'ng bir do'konda ishlaydi, pul yig'adi. Bu orada u sabr, mehnat, insoniylik va ishonch nima ekanligini anglay boshlaydi. Bu safar cho'lga qarab, u yo'lda ko'plab odamlarga duch keladi. Donishmand shoh mexasiylik, orzusini unutgan do'kon egasi, ilmparast ingliz yigit va nihoyat sirli alkimiyogar. Har bir uchrashuv unga hayot saboqlarini beradi. Har bir bosilgan qadam bir haqiqatga eltadi. Xazina tashqarida emas, ichimizda yashiringan bo'ladi. Cho'lning jaziramasida u sevgini uchratadi. Fatima, u uni tutishga rozi, lekin Santiago yuragini tinglashi kerak. Chunki haqiqat faqat sevishda emas, balki orzu sari yurishda mujassam. Va nihoyat Santiago piramidalarga yetadi va anglaydi. Xazina u bosib o'tgan yo'lning o'zida edi. Uning haqiqiy boyligi bu o'zi, yuragi, sabrli yo'li va orzulariga sodiqligi edi. Alkimiyogar bu sarguzasht emas, bu ruhiy uyg'onish. Bu sizni ichki ovozingizga quloq tutishga undaydigan kitob. Har bir sahifa sizni ichki orzularingizni eslatadi. Sizga men ham eplay olaman degan kuchni beradi. Har bir to'siq aslida o'zingizni tanish bosqichi. Coelho ushbu asar orqali bizga eslatadi. Orzular unutilmasin, yuraklar jim bo'lmasin. Chunki har bir insonning yuragida bir alkimiyogar yashaydi.